bitta tent turibdi. Tent deganimiz hali isitadigan, qizdiradigan, bitta u qachon ishlaydi, ishga tushadi. Masalan, quyosh yo'q mahali, qish mavsumida, masalan, kechasi sizga suv kerak bo'ladigan bo'lsa, o'shanda tent ulanadi. Bu tentni ham xuddi nastroyka qilsa bo'ladi. Xohlagan nastroyka, xohlagan gradusingizga nastroyka qilib qo'ysa bo'ladi bu narsani. Masalan, 50 gradusga xohlaysizmi, 80 gradusga ham, u pastdan o'zi miyasi bor, uni ham alohida to'xtalib o'tamiz unga. Nastroykalarni ham tushuntiramiz. Bosqichma-bosqich. Bitta magnitli klapin bor. Bunga buyruq berasiz. Bu magnitli klapinga masalan 75% ga suv tushganda to'ldir deganingizda, bu magnitli klapinga datchikning hozir adda datchigi bor. Uni ko'rsatib o'tamiz. O'sha narsa bunga signal beradi. Signal bergandan keyin bu suv yo'lini ochganda uni to'ldirishni boshlaydi bakni. Bu juda aqlli rejim bu. Aqlli tizim. Shu bois bu o'zini o'zi boshqara oladi. Masalan, bakimda suv tugadi degan xayol hech kimda miyasini chalg'itmaydi. Qachon qarasangiz, sizda suv to'la turadi bakingiz. Bu plyus tomoni. Buni boshqarmaysiz. Bu bir marta nastroyka qiladi, o'zini o'zi boshqaradi buni. Boshqara oladi bu o'zi tizim. Sovuq suv bundan chiqadi. Hozir issiq suv tomonidan ham ko'rsatamiz. Har ikki tomonda mana hozir bunda suv tushadi mana. Suv tushadi bunda. Mana hozir suv qizib ham qolibdi mana. O'zi par chiqyapti, ko'rishlaring mumkin. Qana qarang. Yaqinlashtirib ko'rsatingiz ham mumkin. Hozir mana shu havoda, pasportning havoda mana hozir suv chiqarib, par ham chiqyapti o'zi bitta.